Yunus alayhissalom o'z qavmlariga payg'ambar qilib yuborilgan edilar. U kishi qavmlarini Allohga iymon keltirishga chaqirdilar, da'vat etdilar, ammo u kishining gaplarini qavmlari qabul qilmadi. Uzoq vaqtgacha da'vat etdilar. Qavmlari tinglamagach, e'tibor ham bermagach, u kishi juda xafa bo'lib, Allohdan amr kelishini ham kutmasdan qavmlarini tark etib chiqib ketdilar. Borib bir kemaga chiqdilar. Kema dengizda qattiq tuyfonga uchradi. Qattiq to'lqinlar, tuyfonlar bo'ldi. Kemani yengillatish uchun Qur'a tashlandi. Qur'a Yunus alayhissalomga tushdi. Kemadagilar Yunus alayhissalomni dengizga olib uloqtirishdi. Dengizda Yunus alayhissalomni katta baliq yutib yubordi. Yunus alayhissalom baliq qornida zulmatga qolgach, tushkunlikka tushgach, duo qildilar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ya'ni ma'nosi kim? Sendan boshqa iloh yo'q, sen poksan. Dar haqiqat men o'zimga zulm qilguvchilardan bo'ldim degan ma'noda duo qildilar. Alloh u kishining duolarini eshitdi va tezda qabul qilib, baliq u kishini sog'-omon sohilga chiqarib yetkazib qo'ydi. Keyin u kishi qavmlariga qaytdilar va qavmlarini da'vat qila boshladilar. Qavmlari u kishini da'vatlariga quloq soldi, tinglab iymon keltira boshladi. Xulosamiz, xato qilsak ham Allohga qaytsak kechiradi. Duo eng qiyin vaqtda katta qutqaruvchimiz hisoblanadi. Allohga duo qilsak, Alloh bizning duolarimizni qabul qiladi. Allohdan umidni hech qachon uzmaslik kerak. Zero noumid shayton degan gaplar ham bor. Bekorga aytilmagan.